Uchqunaga, Olmazor tumani, Qoraqamish 1-2 ga kelganman. Xullas, mana men katta ko'cha bir 50 metr, 100 metr buyog'i nima to'yxona edi? Olmazor. Olmazor to'yxona o'ngga, chapkani 1-2 bozorchani ko'chasi, ana Gulzorlar, Gulsaroylar o'sha yoq taraflar. Xullas, shu yerda mana 4 ta unaqa kottejimiz chiqqan, bir sotuv, 4 ta, 3 ta xonadan, suvolardan chiqqan, elektrikalardan bitgan srochniy narxlarda sotishyapti. Hozir men sizlarga ichlarini ko'rsataman. Xo'sh, mana kirib kelganinglarda mana kompaktli, menimki mashinanglar bemalol sig'adi. Xo'p, menimki mana letniy kuxnaga joylab qo'yishgan, mana ko'rganinglardek suvolarni, elektrikalarni qilib qo'yishgan. Mana menimki zinalar mendan bo'lyapti. Endi mana uylarni ichini tushuntiraman. Qani operator chiqing bu yoqqa. Mana Mahmud oshxona, mana oynasi hovli ko'rinib turadi. Kim kelyapti, kim chiqyapti. Mana birinchi qavatga mana bitta zal qilib qo'yishibdi. Bir sotuvga 4 ta xona qoyil. Xo'sh, mana yog'imiz birinchi qavat sanuzili. Mana ham ikkinchi qavatda zinasi, mana ham tegini kladovka qilib yuborasizlar, endi tepaga chiqamiz. Ikkinchi qavat. Xo'sh, to'rda mana sanuzil. Mana devorlarni oqlab, ko'klab qo'yishibdi. Mana yog'imizda mana bitta spalniya xona, mana o'zining romlari, oynalari bor. Xo'sh, mana Mahmudda ham bitta xona qilib yuborishibdi. Ko'rib turganinglardek, bilmayman nima xona. Mana yog'imiz spalniya. Bunda hozir 3 ta xona bo'lib qoldi. Agar men detskiy qilib yuborsanglar, 3 ta xona bo'ladi. Xullas, unisini sal planirovkasi boshqa, bunisiniki boshqa. Mana orqadagi sal kattaroq. Xullas, narxi srochniy narxlarda 73 ming mash holatida, suvoqdan, elektrikadan chiqqan holatda, kanalizatsiyalar bor, ularni tortib berishadi. Podключ xohlasanglar, unaqasiga ham qilib berishadi. Pastda egalar nomeri, aloqaga chiqinglar, kelib ko'ringlar, talashib, tortishib bir narsalik bo'lib qolinglar, tamom.